tashlash kerak bo'lmaydi bu. Sruchni olib tashlash kerak. Mana bu ham madaniyat ichkariga kirgan, kirmagan bo'lsa, mana shu o'zidan chiqqan suvni olib tashlash kerak. Vahshiy xato narsa bu. Objon aka, shu videomizga anchagina negativ kommentariyalar bo'libdi. Buni bitta podrobno tushuntirib berasizmi? Da, tushuntirib beramiz. Avvaqda video qilishni ham so'rashgan ekan o'zi. Sababini tushuntiraman. Plitada odatda armatura tegida bo'ladi, mana. Beton har doim siqilishga ishlaydi, armatura cho'zilishga ishlaydi. Bu nima degani? Ya'ni cho'zilishga qarshi ishlaydi. Plitani chiqazib qo'ysa, nima bo'lishini tushuntiraman. Bu yoq tarafda muammo yo'q. Bu o'zining funksiyasi bo'yicha ishlayveradi, lekin bu yoq tarafda yuk tushsa ham yoki yuk tushmagan taqdirda ham o'zining og'irligi bilan bu yoq qismi pastga intiladi. Pastga intilgan paytda bu yoqda eng nagruzkali joy mana bu joy bo'ladi. Bu pastga intilgani hisobiga bu yerda nagruzkali joy bu yoqda bo'ladi va bu yoqdan treshina bo'lishni boshlaydi va pastdagi armatura bu yerda hech qanaqa ishlamaydi. Bunaqa holatda monolitni konstruksiya qilib chiqariladigan bo'lsa, asosiy konstruktiv armatura tepa qismiga beriladi. Agar monolit bo'lsa, o'shanda bu yerda cho'zilishga qarshi ishlayotgan armaturamiz konsolni nagruzkasini ko'taradi va shuning uchun bunaqa joylar asosan monolit qilinadi. Plitada armatura har doim pastda joylashgan bo'lgani uchun bunaqa konsol qilib chiqazish mumkin emas. Yana qanaqa kommentariyalar yozishibsiz, Saidjon? Asosiy savoli shu bo'yicha bo'lgan. Endi bunga xudo xolisa to'liq javob olishdi deb o'ylayman. Bundan tashqari pozitivniy zo'r kommentariyalarimiz ham bor. Ulardan bittasi shu videomizga perforator xizmatlari bor deb yozib qo'yishibdi. Okaga respekt. Xudo xolisa shunaqa foydali ma'lumotlar olish uchun obuna bo'lib qo'yinglar.